razmeri 320 ga 220 lik variant. Ofis tashkilotlari uchun 2 million 800 ming so'm shu turishi. Boshqacha fasoni 2 million 600 ming so'm bo'ladi va do'stlar bundan tashqari divan kreslolarimizni ham spalniy bo'ladigan variantlari bor ekan. Mana bitta ko'rib qo'ya olasizlar. Bitta harakat bilan 3 million 400 ming so'mga xarid qila olasizlar. Do'stlar, yumshoq mebel so'rayotgan obunachilarimizga arzon birinchi qo'l joyda Andijon viloyati Andijon tumani Nayman mahallasidan Bekmurod akaning mebellarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana o'sha divan kresloyimizni boshqacha variantlaridan ham bor ekan. Shu turishi do'stlar, stoli bilan 4 million so'm, stolsiz divan kresloni o'zi 3 million so'm bo'ladi. Hamma mebellarimizda do'stlar materiallari mo'yishi bo'lyapti va aytilayotgan narxlarning ichida Andijon shahri bo'ylab dastavka bepul, boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Ham divan bo'lsin, ham spalniy bo'lsin degan obunachilarimizga mana shu turishi ugolok divan varianti, mana bu turishi xuddi shu mebelni tortib chiqarasiz. Mexanizmlari bor varianti, mana ichlari sondiqlarigacha bor ekan. Bunisi shu turishi 3,5 million so'm qilib beradi. Mexanizm sondiqlari bilan birga. Bunisi ham 3,5 million so'm, stoli bilan 4 million so'm xarid qilsanglar bo'laveradi. Buyurtmaga desanglar ham qilib beradi ekan. Mana Andijon shahriga bo'lgan buyurtmaga mebel shu turishi 4,5 million so'm, uzunligi 420 ga 220 lik kattagina ugoloy variantimiz do'stlar. Shu turishi 3,5 million so'm. Narxiga e'tibor beringlar. Stoli bilan 4,5 million so'mga xarid qilasizlar. Mana bunaqa 320 ga 220 lik high-tech variantimiz 2 million 700 ming so'm. Stoli